Bosh aynish deganda atrofdagi narsa buyumlarning aylanishi yoki boshini ichi aylanayotgandek his qilishi bosh aynish deyiladi o'zi asli. Agar bu vaqtida davolanmasa, bemorda quloqda eshitish pasayishi, bosh aynishi doimiy turga aylanib qolishi mumkin. Bu kasalliklar uchrash ehtimolligi albatta yoshi katta insonlarda ko'proq kuzatiladi. Masalan, qon bosimi juda ham baland bo'lsa yoki qon bosimi tushib ketgan bo'lsa va bu insultga olib kelgan bo'lsa, bu hayot uchun xavfli hisoblanadi. Shifokor o'sha vaqtni o'zida to'xtatib qo'yishi mumkin. Hech qanaqa rasxodsiz, hech qanaqa tekshiruvlarsiz, hech qanaqa dori-darmonlarsiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz juda ham ko'pchilikni qiziqtirgan bosh aylanishi haqida. Bu haqda bosh aylanishi bo'yicha ilmiy ish olib borayotgan PhD mutaxassisimiz nevropatolog Abdulahad aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulahad, birinchi navbatda o'zingizni ozgina tanishtirsangiz va hozir bu qilayotgan boyagi ilmiy ishingiz nimani anglatadi? Ya'ni nima haqida ilmiy ish qilyapsiz va nima beradi bizga bu? Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Hozirgi kunda ustozimiz tibbiyot fanlari doktori professor Saidvali Farus Saidakramchi bilan birgalikda ilmiy ish olib borayotganmiz. Bu ilmiy ishimizning asosiy maqsadi bosh miyamiz orqa qismida qon tomirlarida o'zgarishlarni va bu qon tomirlarining o'zgarishi hisobiga kelib chiqadigan bosh aylanishlarni o'rganyapmiz. Bu bosh aylanishlar o'z aslida juda ham ko'p, sabablar turli-tuman bo'ladi. Aynan qaysi turga kirishini, bosh aylanishi kelib chiqish sabablarini, oqibatlarini va davolash samaradorligini oshirish to'g'risida ilmiy ish qilayotganmiz hozirgi kunda. Hozir mana bemorlarda bo'ladi-ku, masalan, ko'zi oldi qorong'ilasa ham boshim aylanyapti deydi. Ba'zilar aytadi, xona aylanganday bo'ldi deydi. Ba'zilar aytadi, o'zim aylanganday bo'ldim deydi. Bular nima? Qaysi biri bosh aylanish yoki hammasi bosh aylanish? Bosh aylanish deganda o'zi inson nimani his qilish kerak? Bosh aylanish deganda atrofdagi narsa buyumlarning aylanishi yoki boshini ichi aylanayotgandek his qilishi bosh aylanish deyiladi o'zi asli. Xo'p, bosh aylanishni sabablari turli-tuman bo'ladi. Juda ham ko'p sabablar bo'ladi. Bularning eng katta 4 guruhi bor. Birinchi guruhi bu ichki qulog'imizga bog'liq bo'lgan bosh aylanishlari. Bu nima degani? Mana bizni ichki qulog'imiz bor. Qulog'imizning 3 ta qismi bo'ladi. Ya'ni tashqi quloq, o'rta quloq va ichki quloq. Aynan tashqi quloq bilan o'rta quloqimiz bu biz eshitishimizga, tashqi muhitdagi ma'lumotlarni eshitish orqali qabul qilishimizga javob beradi. Ichki quloqimiz esa, ichki quloqimizda juda ham nozik apparat bo'ladi. Ya'ni bu apparat bizni kichkina ilikcha tirnog'idan ham kichikroq bo'ladi. Bu apparatda ichida yarim doira kanalchalar bo'ladi. Ya'ni yarim doira kanalcha deganda buni ichida endolimfa, ya'ni perilimfa suyuqliklar bo'ladi. Bu suyuqliklar oddiyroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Biz ustalarda ko'p ishlatadigan ilgari hozirgi kunda ham ishlatishadi, shaytoni bo'ladi. Urinda shaytoni bo'ladi. Suyuqlik bo'ladi. Suyuqlikning o'rtasida pufakcha bo'ladi. O'sha pufakcha o'rtaga kelganda o'sha mozat to'g'riga keladi. Pufakcha agar tekis tursa, urin bor ekan deydi, bo'lmasa to'g'rilaydi. To'g'rilaydi shayton. Inson o'zida ham xuddi shunaqa shaytonchalar bo'ladi. Ayni quloqchasining ichida. Urinchalar bo'ladi demak. Ulardan 3 ta bo'ladi bizda, insonda. Shu urinlarning ichida, yarim doira kanalchaning ichida va tubida atalit degan mayda-mayda toshchalar bo'ladi. Agar shu toshchalar qaysidir o'tkir shamollashdan keyin yoki yoshi katta insonlarda shu toshchalar muvozanati buzilib qoladi. Va o'sha toshchalar o'sha yarim doira kanalchaning ichiga tiqilib qoladi. Cho'kmasdan tiqilib qoladi. Bu demak birinchi tur buzilish. Birinchi tur buzilishi buni hisobidan tiqilib qolishdan yoshi kattalarda, yoshlarda ham bosh aylanishlar keltirib chiqaradi. Buni ilmiy tilda yaxshi sifatli pozitsion paroksimal bosh aylanish deyiladi. Juda ham ko'p uchraydigan bosh aylanish sirasiga kiradi. Bu yaxshi sifatli. Ya'ni buni manyorlar bo'ladi, epli degan manyorlarni qilganimizdan keyin o'sha joyga tuzalib ketadi. Ba'zi manyorlar shunday qilindi, o'sha bosh aylanish darrov yo'qoladi, tuzalib ketadi. Keyingi turlarichi? Ikkinchi turlari u ham ichki quloqimizga bog'liq bo'lgan turlari. Bu kuchli virusli infeksiyalardan keyin, ya'ni kuchli gripp o'tqizsa yoki turli xil virusli infeksiyalar o'tkazgandan keyin o'sha ichki quloqimiz shomollab qoladi. Ya'ni vestibulyar neyronit deydi. Bu juda ham og'ir holat hisoblanadi. Buni vaqtida masalan
birinchi yoki uchinchi sutkalarda vaqtida aniqlab, ularga to'g'ri tashxis qo'yib, kerakli dori-darmonlarni qilingandan keyin bu o'tib ketadigan jarayon. Agar bu vaqtida davolanmasa, bemorda qulog'ida eshitish pasayishi, bosh aylanishi doimiy turga aylanib qolishi mumkin. Uni darrov belgisi bosh aylanishmi darrov birinchi? Yo'q, albatta bosh aylanish birinchi belgisi. Bundan tashqari muvozanat buzilishi, yurganda chayqalib yurishlar, undan tashqari ko'ngil aynish, qayt qilish va boshqa vegetativ buzilishlar bilan kechadigan bosh aynish sirasiga kiradi bu. Uchinchi turi ham bor. Bu surunkali o'sha ichki qulog'imizni zararlanish bilan kechadigan turlari ham bor. Ya'ni Menier deydi, olim nomiga qo'yilgan. Menier degan bosh aylanishlar bo'ladi. Bu Menier bosh aylanishlari bu eshitish pasayishi, bosh aylanishi va quloqda shum bilan kechadigan bosh aylanish sirasiga. Shovqin qo'shiladi bu yerda. Bu yerda 3 ta simptom bor bu Menierda. Shu 3 ta simptom bo'lsagina o'sha Menier tashxisi qo'yiladi bizda ko'proq. Buni sababi nima Menier? Menier sabablari ham ko'proq infeksiya hisoblanadi, virusli infeksiyalar va hozirgi kunda kelib chiqish sababini hozirgacha oxirigacha o'rganilmagan. Hozirgi kunda ilmiy ishlar olib borilyapti Menierda ham. Bu ichki qulog'imizga bog'liq bo'lgan bosh aynish turlariga kiradi. Uchtasi demak, uchalasi ham ichki quloqqa bog'liq bo'ladi. Endi boshqa turdagi bosh aynishlari ham bor, faqat ichki quloqqa bog'liq bo'lmagan turlari ham bor. Masalan, bizda bosh miyamizda qon aylanishi buzilishi hisobiga, ya'ni surunkali buzilishlar yoki o'tkir buzilishlar hisobiga bosh aylанishlar kelib chiqadi. Ya'ni bizda ikki juft qon tomirlar borki, miyani qon bilan ta'minlab turadi. Bular bir jufti sonniy arteriya deydi, ya'ni uyqu arteriyalari. Bir jufti miyamizni, ya'ni umurtqa pog'onimiz orqa qismidan ketuvchi vertebral arteriyalar bo'ladi. Umurtqa arteriyalar. Umurtqa arteriyalar bo'ladi. Shu umurtqa arteriyalarda aterosklerozlar yoki umurtqa arteriyalarning tug'ma nuqsonlari, arteriya, ya'ni gipoplaziyalari, aplaziyalar paydo bo'lishi mumkin yoki tug'ma malformatsiyalar paydo bo'lishi mumkin, anevrizmalar paydo bo'lishi mumkin. Bularning hisobidan ham bosh miyaning orqa qismida surunkali ravishda qon aylanish buzilishlari beradi. Bularning eng asosiy simptomlari sifatida bosh aylanishi kuzatilishi mumkin. Bunda bizning ilmiy tilda yoki tibbiyot tilida vertebral bazilar yetishmovchilik deyiladi bu tilda. Shu miyamizni orqa qismida qon aylanishi buzilishi ham bosh aylanishdan tashqari muvozanat buzilishi, yurganda chayqalib yurishi, narsa buyumlarni ikkita ko'rishi va boshqa bosh miyani o'zak qismidagi buzilish belgilari bilan kechadi. Ayrim holatda mana insultlar ham o'tkazgan bemorlarda ham bosh aylanish kuzatiladi-ku. Ulardagi ham demak shu nima bilan bog'liq bo'ladi? Vertebral bazilar. Miyani orqa qismida qon aylanishi buzilishi bilan kechuvchi insultlarda ham bosh aylanish bilan kechadi. Bosh aylanish o'zi necha yoshli insonlarda ko'proq kuzatiladi yoki farqi yo'qmi? Yo erkak, ayol kimlarda ya'ni ko'proq bu kasalliklar uchrash ehtimoli yuqori bo'ladi? Bu kasalliklar uchrash ehtimolligi albatta yoshi katta insonlarda ko'proq kuzatiladi. Negaki o'sha yoshi katta insonlarda bosh aylanish, bosh miyada qon aylanishi buzilishlar belgilari kuzatiladi. Bundan tashqari yoshlarda ham kuzatilishi mumkin. Hozir ichki quloqqa bog'liq bo'lgan bosh aylanishlarni aytdik. Ularda turli xil infeksiyalar, virusli infeksiyalarni qabul qilgandan yoki virusli infeksiyalarga chalingandan so'ng shunday bemorlarda ham bosh aylanishi o'tkir holatda kuzatilishi mumkin. Ular o'zi bosh aylanishi kuzatilayotganda men hozir sanadik 3 ta guruhi ichki quloq bilan bog'liq. Bitta guruhi boyagi qon tomirlari bilan bog'liq bo'lyapti. Bosh aylanishi kuzatilganda kimga ko'rinish kerak? Lorga ko'rinish kerakmi yoki nevropatologga ko'rinish kerak? Avvalo shu juda ham to'g'ri savol berdingiz. Bu ikki xil mutaxassislar tomonidan davolanadi. Lor mutaxassislar ko'proq tashqi quloq va o'rta quloq bilan ko'proq shug'ullanadi. Aynan ular eshitish muammosi bilan shug'ullanadi. Aynan muvozanat muammosi, bosh aylanish muammosi bilan aynan mutaxassis nevropatolog shug'ullanadi. Yana to'g'ri aytdingiz. Bundan tashqari shunaqa kasalliklarimiz borki, bosh aylanish bilan kechadigan. Ya'ni bosh miya neyrodegenerativ kasalliklar. Ya'ni doimiy rivojlanib boradigan kasalliklar bor. Tarqoq skleroz. O'sha tarqoq skleroz degan hozirgi kunda O'zbekistonda ham juda ham ko'payib bormoqda. Ilgari shimoliy davlatlarda ko'proq kuzatilgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham ko'p kuzatilyapti. Ularning birinchi kasallikning ilk simptomlari bu bosh aynish bilan kechadi. Bundan tashqari bizda degenerativ kasalliklar bor. Miyachamiz muvozanat apparatimiz hisoblanadi. Miyamizning orqa qismida kichkinagina miyachani bor, miyacha qismi bor.
shu miyachamiz bizni harakatimizga, koordinatsiyamizga javob beradi. Ya'ni fazoda ikki oyoqda yurishimizga asosiy boshqarib turadigan muvozanat apparati hisoblanadi. Aynan miyachani o'zida kechadigan degenerativ kasalliklar yoki miyachani o'zida qon aylanishini buzilishi, miyachani o'zida kechuvchi qanaqadir infeksiyalar hisobli miyacha zararlansa, bosh aylanishini dastlabki belgilar berishi mumkin. Bosh aylanish kuzatilganda, masalan, bir xillarda bosh aylanish surunkali, ular nima qilishni biladi, shifokorga murojaat qiladi yoki dorisi bor ichadi. Ayrimlarda bosh aylanish hali bo'lmasdan birdaniga endi paydo bo'lganlar bor. O'shanaqa holatda avvalo nima qilish kerak? Birinchi o'ziga qandaydir yordam berishi mumkinmi ular yoki avvalo darrov shifoxonaga yugurish kerakmi? Qanday holatda nima qilish kerak? Bosh aylanish paydo bo'lgan insonlar avvalo yurak qon tomir tizimini tekshirish kerak. Ya'ni bosh aylanishni yuqorida sanab o'tgandan tashqari yurak qon tomir tizimiga bog'liq bo'lgan sabablari ham bo'ladi. Ya'ni qon bosimi birdaniga tushib ketishi, gipotenziv holatlarda ham bosh aylanish kuzatiladi. Bundan tashqari yoshi katta insonlarda birdaniga yotgan inson birdaniga tursa, birdaniga давление tushib bosh aylanish kuzatilishi mumkin. Ortostatik gipotenziya deydi, ortostatik gipotenziya. Bunday holatlarda ham bemorlarda bosh aylanish kuzatilishi mumkin. Agar bu bosh aylanishi istimadan keyin yoki turli xil infeksiyalar o'tkazgandan so'ng o'tkir holatda birdaniga xurujsimon kechsa, vaqti yo'qotmasdan mutaxassis nevropatologga tezda murojaat qilish kerak. Keyin bizda endi juda ham ko'p tarqalgan, ko'pchilik ayniqsa ayollarda bo'lsa, kelinlarda bo'lsa, boshqa bo'lsa, boshi aylansa, bu kamqonlik bilan bog'laydi. Qoni kam bo'lsa kerak, qon ko'paytiradigan ichgin yoki go'sht yegin, boshqa qilgan asal choy ichgin deydi. Qanchalik to'g'ri? Ya'ni qoni kam insonlarda ham bosh aylanish bo'ladimi? Hamma bosh aylanishni bunga bog'lash ham to'g'rimi? Avvalo hamma kasallikni qon kamligi yoki anemiyaga bog'lash noto'g'ri hisoblanadi. Ayniqsa yoshlarda. Hozir yuqorida sanab o'tdik, juda ham ko'p sabablarni keltirib o'tdik. Aynan juda ham ko'p xalqimiz orasida noto'g'ri tushuncha bor shunaqa. Qoni kam bo'lsa bosh aylanadi deb. Men hozir yuqorida sanab o'tgan belgilarni avvalo mutaxassis nevropatologga murojaat qilish kerak va shu nevrostatsiyani ko'rganimizdan so'ng bemorga yoki uning yaqin qarindoshlariga nima sababdan aynan bosh aylanishga kelib chiqqanligini aniq aytib berishimiz mumkin. Birinchi sababini aniqlab olishimiz kerak. Lekin kamqonlik holatida ham bu sodir bo'lishi mumkin. Lekin bizni o'zimizni tajribamiz, o'zimizni ko'rgan bemorlarimiz orasida juda ham kam miqdorda. Statistikada kamqonlik tufayli bosh aylanish bo'lish ehtimoli kam. Temol hozir bizda odamlar yaxshi ovqatlanyapti, yaxshi go'sht yeyapti. Kamqon insonlar ham kamda hozir. Hozir sharoitlar yaxshilangan. Endi bosh aylanish bilan og'rigan odamlar, yuqorida aytganimizdek, to'g'ri, avvalo mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ular yana qanaqa tekshiruvlardan o'tish kerak bo'ladi? Yoki buni avval mutaxassisdan ko'rinib belgilash kerak bo'ladimi? Yoki oldindan biror bir tekshiruvlarni o'zlari ham qilsa bo'ladimi? Bosh aylanish kuzatilgan bemorlar avvalo mutaxassis nevropatologga yoki o'zi yashab turgan terapevt shifokorga murojaat qilish kerak. Chunki bemorlar o'zini o'zi masalan diagnostika qilib yoki tekshiruvlardan o'tsa, u diagnostika uning uchun kerakmi yoki kerak emasligini aniq bilmaydi. Yoki mayli qon tahlil topshirsa mayli, lekin boshqa tekshiruvlardan o'tishadi. MRT tekshiruvi yoki boshqa qon tomir tekshiruvlardan o'tishadi. Balki unga kerak emasdir. Balki uning uchun ortiqcha xarajat bo'lishi mumkin. Xarajat tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Avvalo birinchi mutaxassis nevropatologlarga uchrashsa, ular tekshiruvlarni bemor o'zini holatini tekshirib, nevrostatsiyani tekshirib, bemor holatda qayta patologiya, ya'ni ichki quloqdami yoki qon tomir tizimida yoki yurak qon tomir tizimidami, shuni aniqlagandan so'ng tekshiruvlarga yuborish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ham bemor vaqtidan, ham bemor xarajatlardan asrab qolingan bo'ladi. Buni bekorga biz qayta-qayta aytmayapmiz, qayta-qayta bu narsaga to'xtalmayapmiz. Sababiki bosh aylanishini, boya aytdik, sabablari juda ham ko'p. Uni aniqlab olish kerak, lekin bularning orasida xavfli bo'lgan, hayot uchun xavfli bo'lgan holatlar bor. Masalan, qon bosimi juda ham baland bo'lsa yoki qon bosimi tushib ketgan bo'lsa va bu insultga olib kelgan bo'lsa, bu hayot uchun xavfli hisoblanadi. Bunaqa holatda shifokor avvalo ko'rib, qon bosimini o'lchab ko'rib va zarurat bo'lsa nevrostatsiyani ko'rib, boshqalarni ko'rib aniqlab oladida va kerakli tekshiruvga zarurat bo'lsa yo'naltiradi. Yoki avval birinchi yordam ko'rsatadi. Bemorni gospitalizatsiya qiladi. Lekin boshim aylanyapti deb borib MRTga tushadigan bo'lsa, vaqtni o'tkazib yuborishi mumkin.
kasallikni o'tkazib yuborishi mumkin va bu og'ir oqibat bilan tugashi mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda mutaxassisimiz aytgandek, avvalo shifokorga borib ko'rinish kerak bo'ladi. Yana qo'shimcha qilmoqchiman agar shu tekshiruvlarga. Shunday bosh aylanishlar borki, uni bitta manevr bilan juda ham xurujsimon boshlanishni уже 2-3 minutda to'xtatish mumkin. Уже shifokor o'sha vaqtni o'zida to'xtatib qo'yishi mumkin. To'xtatib qo'yishi mumkin. Hech qanaqa rasxodsiz, hech qanaqa tekshiruvlarsiz, hech qanaqa dori-darmonlarsiz. O'sha bitta manevr orqali, ya'ni harakat orqali bemorni boshlanishini to'xtatish mumkin. Ya'ni xurujsimon juda ham bemor u xurujsimon boshlanishdan o'lim his qiladi. O'lib qolaman degandek his qiladi. Aynan shu juda ham kuchli bosh og'rig'ini bitta manevr orqali to'xtatsa bo'ladi. Bizning shifoxonada ham bir nechta holat shunaqa kuzatilgan. Bemorlar kuchli bosh og'rig'i bilan chidolmay kelyapti. Nerpatolog qabuliga kirib chiqqanda uje bosh og'rig'i yo'qolyapti. Boya manevrni qilganda boshlanishi yo'qolib qoladi shunaqa. Zo'r, yaxshi. Endi mana shu bosh aylanish turli sabablar aytdik. Yana bosh aylanish qaysi belgilar bilan kelganda yoki qanday holatlarda o'ta xavfli hisoblanadi, hayot uchun xavfli bo'ladi? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Shunaqa bosh aylanishlar borki, vaqtni yo'qotmasdan tezda shifokorga murojaat qilish kerak bo'lgan bosh aylanishlar bor. Bular aynan bitta simptom, ya'ni bosh aylanish bilan emas, bir nechta qo'shimcha simptomlar bilan kechsa agar. Bosh aylanishi o'tkir holatda, xurujsimon, ko'ngillanish, qayt qilish bilan kechsa, muvozanat buzilsa, qon bosimi yuqori bo'lsa, bemorda nevrologik qanaqadir defitsitlar paydo bo'lsa, bemorda tezda mutaxassis nevropatolog yoki tumanda yoki shaharda tibbiyot birlashmalariga tezda borish kerak. Chunki soatlar hal qiladi-da. Soatlar hal qiladi. Bemorda daqiqalar bemorda insult xavfi bo'lishi mumkin yoki bemorda boshqa miyani orqa qismida qon aylanishi, o'tkir buzilishlari bo'lishi mumkin. Endi o'tkir holatda emas, ya'ni surunkali holatlarda bosh miyani ma'lum bir qismiga qon quyulishlari bo'lishi mumkin. Bunday holatda vaqt yo'qotmasdan tezda mutaxassis nevropatologga uchrash kerak. Agar isitma chiqib yoki bir nechta hozir oldingi davrda, pandemiya davrida juda ham ko'p uchradi. Coviddan keyin, virus infeksiyalardan keyin bemorlar kuchli bosh aylanishlari, eshitish pasayishlari, muvozanat buzilishlari uchradi. Aynan bu davrda ham 1 sutkadan 3 sutkagacha mutaxassis nevropatologga tezda murojaat qilib, bemorda o'z shikoyatlarini aytib, bu holatni tushuntirib bersa yoki mutaxassis nevropatologlar bu holatda baholab turib, unga to'g'ri tashxis qo'yilsa, bemordagi o'sha kerakli dori-darmonlar qilsa, kuchli bo'lgan, ya'ni surunkali davrga o'tib ketadigan bosh aylanishlarni ham to'xtatib olsa bo'ladi. Demak, surunkali bosh aylanish bo'lib qolmaydi keyin. Surunkali hozir bosh aylanish bilan yurgan bemorlarimiz juda ham ko'p hozirgi kunda. Bosh aylanish juda ko'p kasalliklar uchrashi mumkin va buni bee'tibor qoldirmaslik kerak. Birinchi galda bosh miyada orqa qismida qon aylanishini o'tkir buzilishlarda. Bundan tashqari bosh miyada qon aylanishini surunkali buzilishlarda, ya'ni surunkali bosh miya ishemiyalarida ham bosh aylanishlar kuzatiladi. Bundan tashqari ichki qulog'i muvozanat apparatini o'zgarishlarida, ya'ni ichki qulog'imizda muvozanat apparati bor, buni zararlanishi. Sanovodli yaxshi sifatli pozitsion paroksimal bosh aylanishlari, minier kasalliklari, vestibular neyronit, o'tkir labirintit degan tashxislarimiz bor. Shularni o'tkazib qo'ymaslik kerak. Bundan tashqari bemorlarda, yosh katta insonlarda, gipotenziv holatlarda, yosh katta insonlarda yurak qon tomir patologiyalarida, ya'ni yurak ishemik kasalliklarida, yurakni aritmiyalarida bosh aylanishlar kuzatilishi mumkin. Bugun bosh aylanishlari haqida suhbatlashdik. Agar suhbatimiz davomida sizda bor bo'lgan savollar qolib ketgan bo'lsa yoki sizda qanaqadir yana boshqa savollar paydo bo'lgan bo'lsa, bu kasalliklar haqida izohlarda yozib qoldiring va keyingi mavzularimiz qaysi mavzularda, qaysi tema, qaysi kasalliklar haqida bo'lsa, bu haqda ham yozib qoldiring.